Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. 5-sinfda matematika darsini boshlaymiz. Darsga tayyor bo'lsangiz, bugungi mavzuni yozib oling. O'tilgan mavzularni takrorlashga doir masalalar. Keling, mana bu topshiriq bilan bugungi darsimizni boshlaymiz. Quyidagi jumlalarni o'qing. Jumla to'g'ri bo'lsa plus, noto'g'ri bo'lsa minus belgisini yonidagi katakka qo'ying. Birinchisi, ko'paytuvchilar o'rnini almashtirgan bilan ko'paytma o'zgarmaydi. Bu jumla to'g'rimi? Ha, bu ko'paytirishning o'rin almashtirish qonuni. Shuning uchun biz yonidagi katakka plus belgisini qo'yamiz. Ikkinchisi, har qanday sonni 1 ga ko'paytirganda yana 1 hosil bo'ladi. Bu jumla to'g'rimi? Yo'q, albatta. Har qanday sonni 1 ga ko'paytirganda yana o'sha sonning o'zi hosil bo'ladi. 1 emas. Demak, bu jumla noto'g'ri. Minus belgisini qo'yamiz. Noma'lum bo'linuvchini topish uchun bo'linmani bo'luvchiga ko'paytirish kerak. Bu jumla to'g'rimi? Ha, barakalla. Chunki noma'lum bo'linuvchini topish qoidasi keltirilgan. Demak, bu yerga plus belgisini qo'yamiz. Keyingisi, har doim qoldiq bo'luvchidan kichik bo'ladi. To'g'rimi? Qoldiqli bo'lish yodingizdami? Ha, demak, har doim qoldiq bo'luvchidan kichik bo'ladi degan jumla to'g'ri. Keyingisi, 0 ni har qanday natural songa bo'lganda yana o'sha sonning o'zi hosil bo'ladi. To'g'rimi? Yo'q, 0 ni har qanday natural songa bo'lganda 0 ning o'zi hosil bo'ladi. Shuning uchun bu jumla noto'g'ri ekan. Minus belgisini qo'yamiz. Mana siz bilan ozgina takrorlash ham o'tkazib oldik. Endi darsligingizdagi 294-masalaga e'tiboringizni qarating. Ifodaning qiymatini toping. Demak, bu yerda qo'shiluvchilar berilgan. Biz bir xil qo'shiluvchilarni o'rniga ko'paytma ko'rinishda yozamiz. Ya'ni 210 dan 4 ta ishtirok etibdi. Buning o'rniga biz 210 ko'paytiruv 4 deb yozishimiz mumkin. Demak, 210 ko'paytiruv 4 qo'shuv 4571. Bu nimaga teng bo'ladi? 210 ni 4 ga ko'paytirsak 840, unga 4571 ni qo'shsak 5411 ekan. Keyingisi, qani buni mustaqil bajarishga harakat qilingchi. Bu kabi misollarni juda ko'plab ishlaganmiz. Demak, 523 dan nechta qatnashgan? Nechta qo'shiluvchi 523 ga teng va nechtasi 3278 ga teng? Bularni ko'paytma ko'rinishda yozib oling va hisoblang. Demak, ko'paytma ko'rinishda yozsak, 523 ko'paytiruv 3 qo'shuv 3278 ko'paytiruv 2 bo'ldi. Endi ko'paytiramiz va yig'indini topamiz. 523 ni 3 ga ko'paytirsak 1569, 3278 ni 2 ga ko'paytirsak 6556. Ularni yig'indisi esa 8125 ga teng ekan. Xo'sh, siz o'zingiz mustaqil bajara oldingizmi? Natija shunday chiqdimi? Unday bo'lsa, keyingisini ham ishlashga harakat qiling. Demak, 6530 qo'shuv 153, qo'shuv 153, qo'shuv 6530, qo'shuv 153, qo'shuv 153. Qani hisoblashni boshladingizmi? Demak, yig'indilarni, ya'ni bir xil qo'shiluvchilarni ko'paytma ko'rinishda ifodalang. Keyin esa ko'paytirishni bajaring va yig'indini toping. Hisoblashga ulgurdingizmi? Qani tekshirib ko'ramiz. 153 dan 4 ta borligi uchun 153 ni 4 ga ko'paytiramiz. 6530 dan 2 ta bo'lganligi uchun uni 2 ga ko'paytiramiz. 153 ni 4 ga ko'paytirsak 612, 6530 ni 2 ga ko'paytirsak 13060. 612 ga 13060 ni qo'shsak 13672 hosil bo'ldi. Endi bu misolni keyingisini, ya'ni qaysinisidir ishlanmagan bo'lsa, ya'ni B'si qoldi, uni mustaqil ravishda bajarasiz. Endi 295-masalaga e'tiboringizni qarating. Guruhlash qonunidan foydalanib ko'paytmani hisoblang. Demak, bunda ko'paytirishning guruhlash qonunidan foydalanishimiz kerak bo'ladi. E'tibor bering, qaysi sonlarni ko'paytirib olganimiz qulay.
Albatta 25 va 4 ni ko'paytirib olganimiz qulay bo'ladi. Chunki ularning ko'paytmasi 100 ga teng. Demak, 25 va 4 ni guruhlab olamiz. Keyin 7709 ga ko'paytiramiz. Hozirgina aytganimdek, 25 ni 4 ga ko'paytirsak 100 ga teng, 100 ni 7709 ga ko'paytirsak, uni orqasiga ikkita nolni yozib qo'ysak yetarli. Ya'ni 770.900 hosil bo'ldi. Keyingisini qani mustaqil ravishda bajarishga harakat qiling. Qaysi ko'paytuvchilarni guruhlab olishingiz qulay bo'ladi? 200 va 5 ni. 200 ni 5 ga ko'paytirib oling va 13 ga ko'paytiring. Qani hisoblashga ulgurdingizmi? Demak, 200 ni 5 ga ko'paytirsak, nechaga teng bo'ladi? 1000 ga teng bo'ladi. Mana guruhlab yozib oldik va 13 ni 1000 ga ko'paytirib qo'ysak, 13000 hosil bo'ldi. Keyingisi 8 ko'paytiruv 125 ko'paytiruv 333. Bu yerda qaysi sonlarni ko'paytirib olishimiz qulay bo'ladi? 8 va 125 ni. Nima uchun? Chunki bu sonlarning ko'paytmasi 1000 ga teng. Mana guruhlab yozib oldik. Endi 333 ni 1000 ga ko'paytirib qo'ysak, 333.000. Mana shunday qilib bu kabi misollarni og'zaki ham bajarishingiz mumkin ekan. Endi esa 297-masalaga e'tiboringizni qarating. Agar A teng 21, B teng 36 bo'lsa, 55A ayru 3B ifodaning qiymatini toping. Bu harfli ifodalar, shundaymi? Siz bu kabi masalalarni ko'p ishlagansiz. Demak, berilgan harfli ifodani qiymatini topishimiz uchun bu ifodada berilgan harflarni o'rniga ularni qiymatini qo'yib hisoblashimiz kerak bo'ladi. Demak, A 21 ga, B 36 ga teng bo'lganda 55A ayru 3B ifoda 55 ko'paytiruv 21 ayru 3 ko'paytiruv 36 ga teng bo'ldi. Demak, harfli ifoda sonli ifodaga aylandi. Endi bu sonli ifodani qiymatini topamiz. 55 ni 21 ga ko'paytirsak 1155, 3 ni 36 ga ko'paytirsak 108. Ularni ayirmasi esa 1047 ga teng bo'ldi. Demak, berilgan harfli ifodaning A 21 ga, B 36 ga teng bo'lgandagi qiymati 1047 ga teng ekan. Javob 1047. Mana bu masalani ham ishlashga ulgurgan bo'lsangiz, keyingi topshiriqqa o'tishimiz mumkin. Bu 299-masala. ABC uchburchakning AB tomoni 234 mm va u AC tomondan 5 marta qisqa. Agar uchburchak perimetri 2450 mm bo'lsa, BC tomon uzunligini toping. Mana chizmada ABC uchburchak tasvirlangan. Demak, AB tomoniga 234 mm deb yozib olamiz. Bu AC tomonidan 5 marta qisqa. Demak, AC tomoni 5 marta uzun bo'ladi va biz BC tomonni topishimiz kerak. Demak, qisqa berilishini yozib olamiz. AB barobar 234 mm. AC 5 marta uzun AB tomonidan. Perimetr 2450 mm. Topishimiz kerak BC tomonini. Demak, buni yechish uchun avval AC tomonni topib olamiz. Buning uchun 234 mm ni 5 ga ko'paytiramiz, chunki 5 marta uzun bo'ldi. 234 ni 5 ga ko'paytirsak 1170. Demak, AC tomoni 1170 mm ekan. Endi perimetrni eslang. Perimetr bu uchburchak tomonlari uzunliklarining yig'indisiga teng. Ya'ni AB qo'shuv AC qo'shuv BC ga. Endi bu yerdan biz BC tomonni topishimiz uchun perimetrdan AB va AC tomonlari yig'indisini ayirishimiz kerak bo'ladi. O'rniga qo'yib chiqamiz. Perimetrni o'rniga 2450 ni qo'ydik. AB tomoniga 234 masala shartida berilgan. AC tomoni o'rniga esa hozirgina hisoblaganimiz 1170 ni qo'yib yozib oldik. Endi esa bu ifodani qiymatini topsak yetarli.
Demak, 2450 dan 1404 ni ayiramiz. Chunki 234 ga 1170 ni qo'shsak, 1404 hosil bo'ldi. Bu ayirma esa 1046 ga teng ekan. Shunday qilib, BS tomoni 1046 mm ekan. Mana bu masalani ham yechdik. Bu masalani yechish sizga tushunarli bo'ldimi? Demak, belgilashlarni to'g'ri qo'yib olsangiz, masala shartini yaxshilab tushunib olsangiz, bu kabi masalalarni siz qiynalmasdan bajara olasiz. Demak, 234 mm, ya'ni AB tomoni qiymati berilgan va u AC tomonidan 5 marta qisqa deb berilgan. Siz shunda AC tomoni 5 marta uzun ekanligini anglab olsangiz, masalani yechishga qiynalmaysiz. Mana bu topshiriqni javobini ham bilib oldik. Endi esa keyingi masalaga o'tishimiz mumkin. 301-masala. Kenguru soatiga 48 km tezlikda yugurishi mumkin. A. Kenguru 1 soatda necha metrga yugurishi mumkin? 1 minutdachi? U 12 km masofani qancha vaqtda bosib o'tadi? U 30 sekundda qancha masofani bosib o'tadi? 5 minutdachi? Keling, bu savollarga javob topishga harakat qilamiz. Demak, birinchisi 1 soatda necha metr bosib o'tadi? 1 soatda 48 km bosib o'tgandan keyin 48 km 48 ming metrga teng. Demak, u 1 soatda 48 ming metr masofani bosib o'tar ekan. 1 minutdachi? Siz bilasizki, 1 soat 60 minutga teng. Demak, 48 ming metrni 60 minutga bo'lsak, 800 metr hosil bo'ldi. Bu 1 minutda, demak, kenguruni bosib o'tgan masofasi ekan. Shunday qilib 1 minutda 800 metr. Keyingisi 12 kilometr masofani u qancha vaqtda bosib o'tadi? Buning uchun 12 kilometrni metrlarda ifodalab olamiz. 12 kilometr teng 12 ming metr. Endi esa 12 mingni 800 ga bo'lamiz. 1 minutda bosib o'tgan masofasiga. 12 mingni 800 ga bo'lsak, 15 hosil bo'ldi. Demak, kenguru 12 kilometr masofani 15 minutda bosib o'tar ekan. Keyingisi 30 sekundda. Siz bilasizki, 30 sekund minutning yarmiga teng. Demak, 1 minutda 800 metr masofani bosib o'tsa, yarim minutini topish uchun 800 ni 2 ga bo'lamiz. 400 metr bo'ladi. Demak, 30 sekundda 400 metr masofani bosib o'tar ekan. 5 minutdachi? 5 minutni topish uchun 1 minutdagi bosib o'tgan masofasini 800 ni 5 ga ko'paytiramiz va u 4000 metr ekan. 4 kilometr desak ham bo'ladi. Demak, kenguru 5 minutda 4 kilometr masofani bosib o'tar ekan. Bu topshiriq sizga tushunarli bo'ldimi? Unday bo'lsa, keyingi masalaga o'tishimiz mumkin. Bu darsligingizdagi 304-masala. Tenglamani yeching. Demak, bu tenglamalarni yechishimiz kerak. Birinchisi, ko'rib turganingizdek, x noma'lum son, bu noma'lum ko'paytuvchi. Noma'lum ko'paytuvchini topishimiz uchun ko'paytmani ma'lum ko'paytuvchiga bo'lishimiz kerak. 1386 ni 33 ga bo'lsak, 42 ga teng bo'ldi. Demak, noma'lum ko'paytuvchi x 42 ga teng ekan. Keyingi misol. Bunda a bo'lib 119 barobar 314. Bu misolda, bu tenglamada nima noma'lum? Bo'linuvchi noma'lum. Noma'lum bo'linuvchini topish uchun nima qilar edik? Qani mustaqil yechishga harakat qildingizmi? Demak, a teng bo'ladi 314 ko'paytirib 119 ga, ya'ni bo'linmani bo'luvchiga ko'paytiramiz va a teng bo'ldi 37366 ga. Keyingi misolimiz. Bunda x, ya'ni noma'lum son, bu noma'lum bo'luvchi bo'ldi. Noma'lum bo'luvchini qanday topasiz? Hisoblashni boshladingizmi? Bu kabi tenglamalarni ham ko'plab ishlaganmiz. O'ylaymanki, buni siz bemalol ishlay olasiz. Demak, noma'lum bo'luvchini topish uchun bo'linuvchini bo'linmaga bo'lamiz. X barobar 26289 bo'lib 127.
bo'linma esa 207 ga teng bo'ldi. Demak, x noma'lum bo'luvchi 207 ga teng ekan. Keyingisi 42745 bo'luv m barobar 415. Bu yerda ham noma'lum son, bu noma'lum bo'luvchi. Buni topish uchun ham xuddi hozirgi misol kabi bajarishingiz kerak bo'ladi. Qani f tenglamani qanday yechgan bo'lsak, uni ham xuddi shu ko'rinishda yechishni bajaring. Qani yechishga ulgurdingizmi? Demak, m barobar bo'ladi. 42745 ni nima qilishimiz kerak? Bo'lishimiz kerak 415 ga. Demak, bo'lishni bajarsangiz, siz m ni qiymatini topgan bo'lasiz. Demak, mana yozib oldik. 42745 bo'luv 415 bu m ga teng va m teng ekan 103 ga. Sizda ham shunday natija chiqqan bo'lsa, siz tenglamalar yechishni yaxshi o'zlashtiribsiz. Endi esa qolgan tenglamalarni siz mustaqil bajarishga harakat qiling. 306-masala. Shunday sonni topingki, uni 17 ga bo'lganda 88 hosil bo'lib, 11 qoldiq qolsin. Bu qoldiqli bo'lishni ifodalaydi. Yodingizga tushdimi? U qanday son? Demak, biz nimani topishimiz kerak? Bo'linuvchini topishimiz kerak. Chunki 17 bo'luvchi, 88 to'liqsiz bo'linma, 11 qoldiq. Demak, bo'linuvchini topish uchun nima qilishimiz kerak edi? Ha, bo'luvchini to'liqsiz bo'linmaga ko'paytirib, qoldiqni qo'shishimiz kerak. 17 ni 88 ga ko'paytirib, 11 ni qo'shishimiz kerak bo'ladi. 17 ni 88 ga ko'paytirsak, 1496. Unga 11 ni qo'shsak, 1507 hosil bo'ldi. Demak, bu son 1507 ekan. Ikkinchisini mustaqil ravishda bajarishga harakat qilingchi. Demak, 231 ga bo'lganda 121 hosil bo'lib, 133 qoldiq qolsin. Bu yerda 231 bo'luvchi, 121 to'liqsiz bo'linma, 133 qoldiq. Bo'linuvchini toping. Hisoblashni boshladingizmi? Demak, 231 ni 121 ga ko'paytirib, 133 ni qo'shishimiz kerak. Shunda biz bo'linuvchini topamiz. 231 ni 121 ga ko'paytirsangiz necha hosil bo'ldi? Hisoblashga ulguryapsizmi? 27951 hosil bo'ldi. Unga 133 ni qo'shing va natijada 28084 ekanligini aniqlab olasiz. Mana shunday qilib, ikkinchi B misoldagi bo'linuvchi bu 28084 ekan. Mana shu ko'rinishda qoldiqli bo'lishlarni ifodalar edik. Mana qoldiqli bo'lishni ham takrorlab oldik. Bu ko'rinishdagi misollarni siz bemalol bajara olasiz deb o'ylayman. Javoblarni ham yozib qo'yamiz. Demak, A 1507, B 28084. Keyingi masala bu 308-masala ekan. Birinchi konveyerda 1 soatda 25 ta, ikkinchi konveyerda esa 31 ta televizor yig'iladi. Ikkala konveyerda 8 soat davomida qancha televizor yig'iladi? Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Bu masalani qanday yechgan bo'lar edingiz? Buni yechish uchun demak, ko'paytirishni taqsimot qonunidan foydalansak bo'ladi. Chunki bu masalani yechishga quyidagicha ifoda tuzib olamiz. Ya'ni 25 ko'paytiruv 8, demak, birinchi konveyerda 25 ta televizor yig'ilgan bo'lsa, 8 soatda qancha yig'ilganini topish uchun 25 ni 8 ga ko'paytiramiz, qo'shamiz. Keyingi konveyerda esa 31 ta televizor yig'iladi. Demak, har soatda 8 soatda topish uchun uni 8 ga ko'paytiramiz va yig'indisini topamiz. Buni qulay usulda hisoblashimiz albatta kerak. Buning uchun umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarasiz. Umumiy ko'paytuvchi nechiga teng? 8 ga. 8 ni qavsdan tashqariga chiqarib yozsangiz, 8 ko'paytiruv 25 qo'shuv 31 ga teng bo'ladi. Endi esa 25 ni 31 ga qo'shib olamiz. 56. 56 ni 8 ga ko'paytiramiz. 448 hosil bo'ldi. Mana bu masalani ham yechib oldik va javobi demak
Ikkala konveyerda 8 soat davomida 448 ta televizor yig'ilar ekan. Bu masalani yechish sizga tushunarli bo'ldimi? Yozishga ulgurdingizmi? Unday bo'lsa, keyingi masalani ishlaymiz. 309-masala. Ifodani soddalashtiring. Keling, bu ifodalarni soddalashtirishni birinchisidan boshlab ishlashni boshlaymiz. 109 d qo'shuv 443 qo'shuv 273 d qo'shuv 279. Demak, harflari bor bo'lgan qo'shiluvchilarni avval qo'shib olsak bo'ladi yoki sonlarni o'zini qo'shib olsak ham bo'ladi. U sizning xohishingiz. Demak, birinchi guruhga 443 qo'shuv 279, ya'ni sonlarni joyladik. Ikkinchi guruhga esa harflar ishtirok etgan qo'shiluvchilarni joyladik va undan birdaniga umumiy ko'paytuvchi d ni qavsdan tashqariga chiqarib yozdik. Ya'ni 109 d qo'shuv 273 d dan umumiy ko'paytuvchi d ni qavsdan tashqariga chiqardik. Shunda 443 ga 279 ni qo'shsak 722 hosil bo'ladi. 109 ga 273 ni qo'shsak 382 va d ni 1 ga yozamiz. Ya'ni ko'paytiruv d qilib yozib qo'ysak bo'ldi. Mana shu ko'rinishda biz ifodani soddalashtirdik. Qani keyingisini mustaqil ravishda harakat qilingchi, hisoblashga, soddalashtirishga. Bu yerda mana t harfi ishtirok etgan qo'shiluvchilar mavjud. Ulardan umumiy ko'paytuvchi t ni qavsdan tashqariga chiqarib yozing va sonlarni ham alohida guruhlab oling. Qani hisoblashni boshladingizmi? Hisoblab ulgurgan bo'lsangiz, tekshirishingiz mumkin. Demak, 332 qo'shuv 211 t. T umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarib oldik. 999 va 677 ni esa bitta guruh qilib yozib oldik. Endi bularni hisoblab qo'ysak bo'ldi. 332 ga 211 ni qo'shsak 543 t bo'ldi. Keyingi qavsdagi yig'indini hisoblasak 1676. Mana shu ko'rinishda bu ifodani ham soddalashtirdik. Keyingisi 1786 ayru 903 qo'shuv 430 q qo'shuv 453 q. Bu yerda demak birinchi va ikkinchi sonlarni ayirishimiz kerak. 430 q va 453 qlarni esa yig'indisini topishimiz kerak. Demak, bunda ayirma 1786 dan 903 ni ayirsak 883 ga teng bo'ldi. Quvlarni umumiy ko'paytuvchilarni qavsdan tashqariga chiqardik. 430 ga 453 ni qo'shib olamiz va quvni ko'paytirib qo'yamiz. Shunda 883 qo'shuv 883 quv. Mana shunday qilib bu ifodani ham soddalashtirib oldik. Bu yerda siz bilan A, B, Y misollarini ishladik. D sini esa mustaqil ravishda bajarishga harakat qiling. Endi esa mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni yozib oling. Darsligingizni 65-betidagi yutuqlaringizni tekshirib ko'ring rukni ostida berilgan test va topshiriqlarni yechish. O'ylaymanki, bugungi o'rganganlarimizdan foydalanib, bu test va topshiriqlarni siz bemalol bajara olasiz. Bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling. Salom o'g'lim. Men Al-Xorazmiyman. Bugun biz foydalanayotgan shu ajoyib raqamli texnologiyalarni ko'ryapsanmi? Bu nimani anglatadi? Hozir men senga bir narsa ko'rsataman. Barchasi bir necha yuz yillar avval shu yerda boshlangan edi.
men yashagan va algoritmlar haqidagi fanga asos solgan hamda nolni kundalik hayotimizga olib kirgan sevimli o'zbek zaminida. Va bugun o'g'lim, biz texnologik qurilmalar, mashina va dasturlar hayotimizni boshqarayotgan hamda bu almashtirib bo'lmas holga aylangan davrda yashamoqdamiz. Ularning barchasi mana shu yerda dunyo yuzini ko'rgan algoritm tamoyillari asosida ishlovchi kompyuter dasturlaridan foydalanadi. Endi esa o'g'lim, yangi xorazmiy bo'lish va qachonlardir biz shu yerda boshlab bergan nufuzni qaytarish hamda dunyoni boshqarish navbati seniki. U shu yerda boshlangan va biz uni o'z uyimizga qaytaramiz. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Mana bugun biz sizlar bilan navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Navbatdagi darsimizdan boshlashdan avval doimiydek sizlar bilan mustahkamlash, ya'ni mustaqil bajarish uchun berilgan topshiriqlarni siz qanday bajarganligingizni bir ko'rib chiqamiz. Tayyormisizlar aziz o'quvchilar? Tayyor bo'lsak, barchamiz diqqatimizni monitorga qaratamiz. O'tgan darsimizda sizlar bilan mustahkamlash uchun quyidagi jadvalni bergan edik. Keling, jadvalni birgalikda o'qib chiqamiz. Zardoshtiylik dini haqida nimalarni bilasiz? Zardoshtiylik birinchi qatorda zardoshtiylik qachon va qayerda paydo bo'lgan degan javobga siz miloddan avvalgi 9-8 asrlarda qadimgi Xorazmda vujudga kelgan degan javobni yozdingiz. To'g'rimi aziz o'quvchilar? Unda birinchi jadvalni to'g'ri to'ldirgansiz. Ikkinchi savolimizga o'tamiz. Zardoshtiylikning muqaddas kitobi qaysi? Aziz o'quvchilar, biz bilamiz, har bir dinning muqaddas kitobi bo'ladi. Xuddi shunday Zardoshtiylik dinining ham muqaddas kitobi bor. Bu kitob qaysi ekan? Zardoshtiylik dinining muqaddas kitobi Avesto deb atalgan ekan. Aziz o'quvchilar, keyingisida Zardoshtiylik dinining asosini nima tashkil etadi? Javobimiz albatta quyidagicha: olov, tuproq, suv va havo. Ushbu 4 unsur Zardoshtiylik dinining asosini tashkil qilar ekan. Va oxirgisida esa qachon Avestoning 2700 yilligi nishonlangan? Avestoning 2700 yilligi 2001-yilda nishonlangan ekan. Aziz o'quvchilar, mustaqil bajarish uchun topshiriqni birgalikda tekshirib oldik. Albatta sizning barcha javobingiz quyidagi men yozgan jadvaldagi javoblar bilan bir xilda va yangi mavzuimiz bilan tanishib chiqamiz. Aziz o'quvchilar, bugun biz sizlar bilan muzeylar haqida gaplashar ekanmiz. Muzeylarga borganda nimalarni ko'rishingiz va muzeylar nima degan savolga siz bugungi darsda javob topgan bo'lasiz. Keling, muzeylarimizni bir ko'rib chiqamiz. Albatta bugun biz yangi mavzumizda nimalarni o'rganishimizni bilib olishimiz kerak. Bugun muzeylar nima uchun kerak? Birinchi mavzuimiz, ikkinchisi jahonning mashhur muzeylari. Bu qaysilar ekanligini bilib olamiz va uchinchisi O'zbekiston Respublikasining muzeylari haqida ham nima qilar ekanmiz? Bilimlarga ega bo'lar ekanmiz aziz o'quvchilar. Darsimizni davom ettiramiz. Muzeylar nima uchun kerak? Muzeylar tarixiy yodgorliklarni asrovchi, saqlovchi, o'rganuvchi va xalqqa namoyish etuvchi muassasa hisoblanar ekan. Demak, tarixiy yodgorliklarni saqlash, o'rganadigan, xalqqa namoyish qiladigan va asraydigan muassasa bu muzey deb atalar ekan aziz o'quvchilar. Muzeylar kishilarning o'zlari uchun qadrli yodgorlik bo'lib qolgan buyumlarni to'plab, ularni kelgusi avlodga
qoldirish ehtiyoji natijasida paydo bo'lgan ekan. Aziz o'quvchilar, agar muzeylar mana shu tarixiy yodgorliklarni yoki bo'lmasam tarixiy buyumlarni saqlamasa yoki to'plamasa yoki bizga namoyish qilmasa, biz qadimgi tarix haqida bilimlarga ega bo'larmidik? To'g'ri, kitobda yozilgan bo'yicha bilimlarga ega bo'lamiz, lekin uni muzeylarda ko'zimiz bilan ko'rish bu bizning bilimimizni yana ham mustahkamlar ekan. Shuning uchun ham muzeylar bizga eng kerakli muassasalardan biri hisoblanar ekan. Darsimiz davom etadi. Jahonning mashhur muzeylari. Aziz o'quvchilar, bugun biz sizlar bilan jahonning eng mashhur muzeylari bilan tanishib chiqamiz. Demak, bu yerda biz qaysi muzeyni ko'rib turibmiz? Bu Sankt-Peterburg, ya'ni Rossiya Federatsiyasidagi Sankt-Peterburgdagi Ermitajni ko'rib turibmiz. Ikkinchisi esa Fransiyaning poytaxti Parijda joylashgan Louvre muzeyini ko'ryapmiz. Keling, yana qaysi muzeylarimiz bor ekan? Bu muzeyimiz esa Angliyaning poytaxti Londondagi Britaniya muzeyi. Yana keyingi muzeyimiz esa bu Italiyadagi, ya'ni Uffizi muzeyi. Demak, bu muzeylar dunyoga mashhur muzeylar. Nimasi bilan? Chunki bu muzeylarda saqlanayotgan eksponatlarning ko'pligi bilan va shu bilan bir qatorda tarixdan juda ko'p ma'lumot beruvchi, katta bilimlar beruvchi muzeylardan biri hisoblanadi va bu muzeylar doimiy gavjum bo'ladigan muzeylarimiz ekan. Keling, avvalgi slaydimizda biz dunyoga mashhur muzeylarni yaxlit ko'rgan bo'lsak, keling ularni endi bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Sankt-Peterburgdagi Ermitaj, mana markazda Ermitajning tashqi ko'rinishini ko'ryapmiz va keyingi tasvirlarda esa biz uning ichkarisidagi holatlarni qaranglar. Har bir zalda o'ziga xos, o'ziga mos bo'lgan haykallar bilan, shu bilan bir qatorda faqat haykallar bilan emas, balki dunyoga mashhur rassomlarning rasmlarining asl nusxalarini ko'rib turibmiz. Va shu yerda men bitta tasvirni ko'rsatyapman, ya'ni bu tunda olingan muzey tasviri. Keyingi muzeylarda buni men takrorlamayman. Birinchi Ermitajga qo'ydim va buni har bir muzeyda ko'rishimiz mumkin. Bu muzeylardagi zallar kuni bilan bu yerga keladigan sayyohlar bilan, san'atga qiziquvchilar, tarixga qiziquvchilar bilan doim gavjum bo'ladi. Muzey faqatgina tungi holatdagina nima bo'lishi mumkin ekan? Bo'sh turishi mumkin ekan. Keyingi tasvirimiz, ya'ni bu Louvre muzeyi, demak, Fransiyaning poytaxti Parijda joylashgan Louvre muzeyi. Qarang, bu muzey 1546-yilda qurilgan ekan. Aziz o'quvchilar, lekin muzey deb qurilmagan. Bu qurilgan bino avval qirollarning saroyi bo'lgan ekan va keyinchalik esa bu yer muzeyga nima qilingan, aylantirilgan ekan. Mana ko'rib turganingizdek, muzeydagi holatlarni tasvirlan, bu yerdagi chiroyli naqshingor devorlarni yoki bo'lmasa bu yerga qo'yilgan o'ziga xos eksponatlarni ko'rib turibmiz. Demak, dunyoga mashhur bo'lsa arziydigan muzeylardan biri ekan. Aziz o'quvchilar, keyingimiz esa Angliyaning poytaxti Londondagi Britaniya muzeyi. Britaniya muzeyini keltirar ekanmiz, o'ziga xosligi, o'ziga xos arxitekturasini ko'rib turibmiz. Bu yerda esa son-sanoqsiz haykallarni va bu haykallarning, ya'ni juda ham did bilan yasalganligini, inson tasvirini chiroyli ko'rsatganligini ko'ramiz. Aynan mana shu Britaniya muzeyida qadimgi Yunoniston, Misr hamda Rimdagi eng mashhur eksponatlar saqlanayotganligini va xuddi shu narsa Louvre muzeylarida ham, ya'ni Louvre muzeyida ham aynan mana shu eksponatlarning borligi bu yerga keladigan sayyohlarni juda ko'plab tashrif buyurishiga sabab bo'lar ekan. Aziz o'quvchilar, mana bunisi esa Italiyadagi Uffizi muzeyi. Mana o'zining chiroyliligi bilan, alohida arxitekturasi bilan, juda chiroyli portretlari bilan hamda inson qiyofasi, haykallarning chiroyli tasvirlanganligini biz ko'rib turibmiz. Aziz o'quvchilar, mana biz sizlar bilan, ya'ni dunyodagi eng mashhur muzeylarni ko'rib turibmiz. Bu muzeylar Amerika Qo'shma Shtatlarida ham, Germaniyada ham xuddi shunday chiroyli muzeylar borligini sizlarga ma'lumot tariqasida aytib o'tib ketmoqchiman.
Aziz o'quvchilar, hozir men sizlarga dunyodagi mashhur muzeylarni aytib o'tdim. Lekin shu yerda sizlarda bitta savol tug'ildi. Ustoz, dunyoning shunaqa mashhur muzeylari bor ekan, bizning O'zbekistonimizda ham muzeylar bor-ku, dedingiz. Siz mana shunday savol berishingizni bilganligim uchun ham O'zbekiston Respublikasidagi muzeylar haqida sizga ma'lumot tayyorladim. Qarshingizda Timuriylar tarixi davlat muzeyi ko'rinib turibdi. Albatta muzeyning ko'rinishi va o'rtada aynan mana shu muzeyga asos bo'lgan tarixiy shaxs Amir Temurning nimasi turibdi? Rasmi turibdi. Bu muzey balandligi 31 metr, 3 qavatdan iborat bo'lgan. 1996-yilda tashkil qilingan. 1996-yil 18-oktyabr kuni Toshkentda bu muzey ochildi va shu muzey bilan bir qatorda Samarqandda va Shahrisabzda Amir Temurning haykali ham ochildi. Savol, nega aynan 1996-yilda ikkita shaharda haykal va Toshkent shahri, ya'ni O'zbekistonning poytaxtida Timuriylar tarixi davlat muzeyi ochilyapti? Chunki aynan 1996-yilda Amir Temurning 660 yilligi keng nishonlandi. Toshkentda muzey ochilgan bo'lsa, Samarqandda Amir Temurning taxtda o'tirgan, Shahrisabzda esa Oqsaroydan butun bo'y basti bilan, salobat bilan chiqib kelayotgan Amir Temur haykalini ko'rishimiz mumkin. Aziz o'quvchilar, mana bu yerda arxitekturasi bo'yicha ko'ryapsizlar, dumaloq shaklda qurilgan, ya'ni gumbazsimon tepasidagi nimasi bor, belgisi bor. Bu muzeyda o'ziga xos har bir zal bezatilgan ekan, mana ko'rib turibmiz bezaklarni va shu bilan bir qatorda bu yerdagi eksponatlarni ham ko'rib turibmiz. Keling, darsimizni davom ettirgan holda ma'lumotlarimizni kengaytirib boramiz. Muzey haqida qanaqa ma'lumotlarga egamiz? Aynan ko'rgazma zalining markazidagi devorda shunday tasvir, ya'ni buyuk sohibqiron, buyuk bunyodkor nomli 3 qismdan iborat asar o'rin olgan. Keling aziz o'quvchilar, mana shu 3 qismdan iborat asarda nimalar tasvirlangan ekan? Birinchi zalda, ya'ni tug'ilish degan ramziy ma'noda bu yerda Amir Temurning tug'ilishi bilan bog'liq bo'lgan urf-odatlar haqidagi rasmlar joy olgan ekan. Ikkinchisida, ya'ni ko'ramiz, bu yuksalish deb atalgan. Yuksalish zalida Amir Temur uchun eng kerakli bo'lgan so'zlar, ya'ni rasti so'zi tilla harflar bilan yozilgan ekan. Bu ikkinchi zalda Amir Temurning o'zining ulamolari, harbiy sarkardalari, vazirlar bilan birga mashvarat o'tkazayotgan jarayon tasvirlangan. Aziz o'quvchilar, mashvarat bu majlis degan ma'noni anglatadi. Shu bilan bir qatorda rasmning boshqa bir joyida Amir Temurning nabira va abiralari, ya'ni Muhammad Sulton, Husayn Bayqaro, Ulug'bek hamda Zahiriddin Muhammad Bobirlarning o'z bobolaridan qolgan tuzuklarni mutolaa qilayotganligi va Amir Temur tomonidan qurilgan tarixiy obidalar tasvirlanganini ko'ramiz. Keling aziz o'quvchilar, 3-zalda nima bor ekan? Shuni siz bilan bir ko'rib chiqamiz. Bu yerda faxrlanish degan zal. Bu yerda Amir Temurdan qolgan barcha merosning avloddan avlodga o'tib kelayotgan g'oyalari aks etgan ekan va biz endi Amir Temur uchun eng katta rol o'ynagan mazmunga ega bo'lgan rasti, ya'ni to'g'rilik najotdir degan so'z katta o'rin olganligini va hayoti davomida davlatni boshqarishda mana shu so'zga amal qilganligini biz bilib oldik. Aziz o'quvchilar, mana endi biz siz bilan O'zbekiston tarixi davlat muzeyidamiz. Ko'ring, o'rtada butunlay boshqacha arxitekturaga ega bo'lgan muzeyning tashqi qiyofasini ko'rib turibmiz va shu bilan bir qatorda muzeydan joy olgan eng bilimga boy tarixiy asarlarni ko'rib turibmiz. Shu bilan bir qatorda eksponatlarni va shu yerda ko'rib turibsiz, tashqi tasvirni yaqinroq olib keldim va bu yerda muzeyga kirishdagi, ya'ni eshiklarni ko'ryapmiz.
aziz o'quvchilar, bu eshiklar ham ya'ni O'zbekistonning qadimgi hunarmandlari tomonidan yaratilgan, ya'ni qadimiy usulda yaratilgan o'ymakor eshiklar. Bular ham tarixning bir zarvarag'i deb qabul qilsangizlar arziydigan eshiklar hisoblanadi. Aziz o'quvchilar, tasvirni siz ko'rib oldingiz va albatta bizning hududdagi, ya'ni O'zbekistonda ham muzeylar o'ziga xosligini bilib oldik. Faqat bu muzeylar emas, O'zbekistonda Timuriylar tarixi davlat muzeyi, O'zbekiston tarixi davlat muzeyi, shu bilan bir qatorda tabiat muzeyi yoki bo'lmasam san'at muzeylari, texnikaga oid muzeylar, juda ko'plagan muzeylar borligini biz juda ham yaxshi bilamiz. Keling, nimalarni yodga olib olishimiz kerak ekan? Mana qarang. Demak, dunyoga mashhur muzeylarni biz yana bir yodimizga olib, xotiramizga mustahkamlab olamiz. Ermitaj yodimizga olamiz. Qaysi shaharda edi? Demak, bu Sankt-Peterburg shahrida. Ikkinchisi Luvr muzeyi. Bu Fransiyaning poytaxti, Parijdagi muzey. Keling, yana mashhur muzeylarimizdan qaysi bor edi? Uffizi. Demak, Yevropadagi Italiya davlatida joylashgan muzey. Va keyingisi esa Britaniya, Angliyaning poytaxti Londonda tashkil etilgan muzey Britaniya muzeyi ekan. Yodga oldik, ya'ni darsimiz yangi mavzuimizni takrorlab oldik. Keling, endi atamalar mazmunini bilib olishimiz kerak. Aziz o'quvchilar, qani bugungi bizning yangi mavzumizda qanday atamalar berilgan ekan ko'rib chiqamiz. Birinchisi, eksponat. Eksponat deb nimaga aytar ekanmiz? Qani ko'raylikchi. Muzeylarda ko'rgazmaga qo'yilgan buyumlar, rasmlar, hujjatlar, kitoblar bu eksponat deb atalar ekan aziz o'quvchilar. Keyingi atamamiz kolleksiya. Keling, kolleksiya qanday ta'riflanar ekan? Kolleksiya muzeylarda saqlanayotgan buyumlarning tartibga solingan to'plami kolleksiya deb atalar ekan. Mana biz bugungi yangi mavzumuzdagi atamalar bilan tanishib oldik. Aziz o'quvchilar, har doimgiday yangi mavzu o'tilgandan keyin biz sizlar bilan albatta mustaqil bajarish uchun topshiriqlar beramiz. Chunki bu topshiriqlarni siz albatta o'zingiz darslikdan foydalangan holda bajarishga harakat qilasiz. Qanaqa vazifa berayotgan ekanman bugun sizlarga? Demak, birinchi, O'zbekistonda yana qanday muzeylar bor va siz ular haqida nimalarni bilasiz? Bugun men sizlarga O'zbekistondagi ikkita muzey haqida, ya'ni birinchisi Timuriylar tarixi davlat muzeyi haqida va O'zbekiston tarixi davlat muzeyi haqida gapirib berdim. Lekin O'zbekistonda yana ko'plagan muzeylar bor. Balkim siz yashayotgan viloyatda, tuman, shaharlarda ham muzeylar bordir. Demak, agar O'zbekistondagi boshqa muzeylarni bilsangiz, o'sha muzeylar haqida yoki bo'lmasam o'zingiz yashayotgan joyda muzey bo'ladigan bo'lsa, o'sha muzey qachon tashkil topgan, muzeyning nomi nima deb ataladi va siz u yerga qachon bordingiz va bu muzey sizni nimasi bilan hayratga soldi? Shular haqida o'zingizning fikrlaringizni mustaqil daftaringizga yozasiz. Ikkinchi topshirig'imiz esa darslikning 39-sahifasidagi atamalar mazmunini daftaringizga yozasiz. Atamalarni esa biz undan avvalgi slaydda siz bilan nima qildik? Ko'rib chiqdik va tanishdik va uni daftaringizga yozish sizda hech qanday qiyinchilik uyg'otmaydi. Aziz o'quvchilar, mana bugun biz sizlar bilan muzeylar haqidagi yangi mavzuimizni o'tdik. Agar yangi mavzuni yaxshi tushunib olgan bo'lsangiz, unda men sizlar bilan xayrlashaman. Keyingi darsda ko'rishguncha aziz o'quvchilar, xayr, sog' va salomat bo'ling. qalb ozig'i yoxud hayotiy zaruriyat. Inson javhari qobildir. Agar yaxshi tarbiya topib, buzuq xulqlardan saqlanib,
go'zal xulqlarga odatlanib katta bo'lsa, har kim qoshida maqbul, baxtiyor bir inson bo'lib chiqar. Abdulla Avloniy, Turkiy Guliston yoxud axloq. Ko'z oldingizga keltiringa, sizga dabdurustdan bugun ovqatlanmaysan, bugun oshqozoning dam oladi deyishsa, bu qanaqangi bema'nilik deya shu zahotiyoq norozilik bildirasiz. Agar sizdan bugun nega kitob o'qimading yoki farzandlar tarbiyasi bilan nega shug'ullanmading deb so'rashsa, bu mening shaxsiy ishim deb baralla javob berasiz. Biroq har kuni taomlanish lozim bo'lganidek, tarbiya masalasi bilan ham mudom shug'ullanish hayot qonunidir. Birinchisida oshqozoningiz ovqatlansa, ikkinchi holatda qalb, ong tafakkuringiz oziqlanadi. Biri qomatingizni tik tutib, gavdangizni ko'tarib yurishga xizmat qilsa, ikkinchisi boshqa mahluqotlardan farqli, bunyodkor zot, Hazrati inson sifatida yuksalib bormog'ingizni taqozo etadi. Qalbni oziqlantirmaslik, ya'ni kerakli va foydali ta'lim tarbiyani bermaslik, yosh avlod ongu shuurida bo'shliq paydo bo'lishiga olib keladi. Bo'shliq o'ta xavfli illat. Chunki unda zulmat bor. Zulmat esa jaholat, razolat, ilmsizlik botqog'i hisoblanadi. Tarbiyasiz jamiyatda axloqi mayib kishilar ko'payib, muqaddas qadriyatlar zavol topadi. Harom halol aralashib, odamiylikning mazmun mohiyatiga putur yeta boshlaydi. Ota-ona, ustoz, ilm ahllarini ardoqlash mayli tamoman so'nadi. Oxir oqibat bu jamiyat tanazzulga yuz tutadi. Shu bois har qanday jamiyatda yagona ta'lim tarbiya tizimini joriy etilishi barkamol insonni shakllantirishning asosiy unsuri hisoblanadi. Aksincha, bunday tizimga ega bo'lmagan kishilik jamiyatida zo'ravonlik, axloqsizlik va razolat ildiz otadi. Muayyan bir jamiyatning yuqoridagi ikki holatdan qay biriga mansub bo'lishi ko'pgina obyektiv omillar qatorida ota-ona, ustoz, rahbar, fozil kishilarning o'z maqomidagi mas'uliyatiga ham bevosita bog'liq. Shunday ekan, ayni paytda ertamiz davomchilari bo'lgan murg'ak qalblar oziqaga muhtoj, ongu tafakkuri pokiza taom xohlamoqda. Ularning istagini bajarish siz u bizning zimmamizda. Bu vazifani vijdonan ado etish esa ham farz, ham qarzdir. Dunyoda ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lmag'ay. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Navbatdagi adabiyot darslarimizni davom etamiz. Bugun siz bilan yana ertaklar olamiga sayohat qilamiz. Mavzuni daftarlaringizga yozib oling. Aka-uka Grimlar va ularning Botir tikuvchi nomli ertagini o'qib o'rganamiz. Aziz o'quvchilar, biz o'tgan adabiyot darsimizda Oygul bilan Baxtiyor ertak dostonini o'qib o'rgangan edik. Aynan mana shu ikkita qahramon nafaqat o'zining tashqi go'zalligi, balki ichki dunyosining
go'zalligi bilan ham alohida ajralib turadi. Ular o'z maqsadiga, vatanparvarligi, erkparvarligi, donoligi, sobit qadamligi tufayligina erisha oladi. Xalqini, yurtini ozod qiladi. Zolim podshoning zulmidan. Ana shunday qilib baxtli, saodatli kunlarga erishadi. Demak, sizlarga mustaqil bajarish uchun asar qahramonlariga alohida tasnif berish va daftarlaringizga yozish topshirilgan edi. Hamda Hamid Olimjonning xotirasiga ehtirom sifatida Zulfiya xonim she'rlarini o'qib yod olish edi. Ishonaman, siz ushbu topshiriqlarni a'lo darajada bajargansiz. Ana endi darsimizni boshlasak, sayohatimizni davom ettiramiz. Siz aka-uka Grimlar haqida ma'lumotga ega bo'lmasangiz ham, ularning yaratgan asarlari asosida yaratilgan multfilmlarni kunda tomosha qilasiz. Aynan o'sha multfilmlar boshlansa, ekran oldidan keta olmay qolasiz. Demak, siz bilan biz bugun aynan o'sha ertaklar, o'sha multfilmlar asoschisi bo'lgan aka-uka Grimlar haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Daftarlaringizga ma'lumotni yozib boring. Aka-uka Grim, ya'ni akasi Yakov 1785-yil 4-yanvarda tavallud topgan. Bir yildan keyin esa ukasi Vilgelm 1786-yil 24-fevralda tavallud topgan. Ularning tavallud topgan maskani Germaniyaning Hanau shaharchasi edi. Aziz o'quvchilar, Vilgelm Grim 1859-yil 16-dekabrda vafot etadi, ya'ni ukasi. Undan 4 yildan keyin esa Yakov Grim 1863-yil 20-sentyabrda vafot etadi. Ana endi aziz o'quvchilar, sizlarga aynan aka-uka Grimlar haqida asosiy ma'lumotlarni berib o'tsam. Bular yoshligidan juda aqlli, dono, bilimga chanqoq bolalar bo'lib tarbiya topdi. Oilada 6 ta farzand, 5 ta o'g'il va bitta qiz. Kenjasi qiz bo'lgan, ya'ni uning ismi Charlotte. Otasi o'qimishli inson. Philip Grim huquqshunoslikni o'qib, aynan shu sohada faoliyat yuritadi. O'qish yozishni bularga deyarli ko'proq ammasi yordam bergan. Vaqt o'tib, otasi 44 yoshida tasodifan olamdan o'tadi. Uyning katta erkagi sifatida Yakov butun mas'uliyat uning zimmasiga tushadi. Keyinchalik ammasi ham vafot etadi va oilaning butun tashvishi uning onasiga o'tadi. Onasi moddiy qiyinchiliklarga qaramasdan farzandlarning o'qishiga alohida e'tibor beradi va opasiga xat yo'llaydi. Unda shunday deyilgan edi xat mazmuni: o'g'limni gimnaziyada o'qishiga imkoniyat bering, yordam bering deb. Rahmdil opa ham bunga rozi bo'lib, Yakovni gimnaziyaga o'qishga beradi. Keyinchalik ukasi Vilgelm ham boradi. Ikkalasi o'qishni davom qildiradi. Ular oilasidan uzoqda, onasidan uzoqda bo'lishiga qaramasdan, xolasining va onasining g'amxo'rligini suiiste'mol qilmaydi. Qarang aziz o'quvchilar, ular erkinlikda mustaqil o'qiyapti, ammo o'z mas'uliyatlarini, majburiyatlarini to'laqonli his qilgan edi. Darslarga o'z vaqtida borar, mashg'ulotlarda qatnashar edi. Darslardan keyin esa ko'cha changitib yurmasdan, balki rasm chizardi yoki o'qigan asarlarning o'ziga yoqqan jumlalarini, o'ziga yoqqan joylarni aynan kundaligiga ko'chirib yozib qo'yardi. Balkim o'sha paytlardayoq ularga adabiyotga bo'lgan mehr uyg'ongan bo'lsa,
Ajab emas. Ular gimnaziyani tugatib o'qishga kirishadi. Otasining kasbini davom ettirish maqsadida. Lekin adabiyotga bo'lgan qiziqish aslo so'nmaydi. Ular professorlar ham edi. Oldin Göttingen universiteti professor bo'ladi. Keyinchalik esa Berlin universitetining professorlari bo'ladi. Ular butun oilaning tashvishi, onasi va Yakov Grimning zimmasiga tushganidan keyin ular qo'shimcha ishlash uchun, ukalarini singilisiga qarash uchun bor imkoniyatini ishga soladi. Bir kuni uning onasi ham vafot etadi. U kundaligida shunday eslaydi. Mana shu 6 ta farzand onamning ketidan bo'zlab qoldik. Shunday paytda bizga hech kim bir tasalli bera olmas edi. Ular aka-ukalar xalqdan ertaklar to'plashni, rivoyatlar, afsonalar to'plashni juda ham yaxshi ko'rardi. Ularning adabiyotga qiziqishi biz uchun, siz uchun juda katta adabiy meros qoldirishga sabab bo'ldi desak bo'ladi. Masalan, ularning 1812-1822 yozilgan ertaklari, afsonalari jamlanib, bolalar va oilaviy ertaklar nomli 3 jildlik kitob shaklida yaratildi. Aynan ushbu kitobi bir necha marotaba nashr qilingan. Har bitta nashrda aka-ukalar bu kitobni boyitib, badiiy tus berib, uni kengaytirib bordi. Natijada 7 marotaba nashr qilinib, oxirgi nashrida 200 dan ortiq ertaklar, rivoyatlar, afsonalar jamlangan. Aynan mana shu ertaklar kitobida maishiy, afsonaviy hayvonlar haqidagi ertaklar jamlangan edi. Aka-uka Grimlardan adabiy meros aynan ushbu kitob butun dunyo bo'ylab aylanib, o'zining sevimli o'quvchilarini, o'zining sevimli bolajonlarini atrofiga to'plab, jamlab kelmoqdalar. Aziz o'quvchilar, aka-uka Grim ertaklarining asosiy qahramoni qirol va shahzodalar emas, balki oddiy xalq, u dehqon bo'lsin, u temirchi bo'lsin, oddiy xizmatkor bo'lsin. Umuman olganda xalq orasida yurgan oddiy insonlar edi. Balkim shuning uchun ham bu ertaklarning o'quvchisi ko'p bo'lsa ajab emas. Siz juda yaxshi bilasizki, aka-uka Grim ertaklarini o'qiganingizda, ko'rganingizda asosan jabr ko'rgan insonlarning, turtki yegan, har kimdan bir gap eshitadigan, so'kish eshitadigan qahramonlarning o'zining mehnatsevarligi, o'zining qahramonliklari, sabr toqatliklari bilan ular o'z maqsadiga, murodiga yetadilar. Aka-uka Grim ertaklarini o'qir ekanmiz, avvalo insonni yaxshilikka, samimiylikka yetaklaydi. Aka-uka Grimlarning hayotining o'zi bir afsona. Ular shu daraja mehrli, shu daraja bir-biriga g'amxo'r bo'lgandandirki, balki mana shunday insonlarni yaxshilikka, samimiylikka yetaklaydigan ertaklar yaratilgan bo'lsa ajab emas. Aka-ukalarning yaratgan asarlari barchamizning qalbimizda. Ular yaratgan asarlarning ijobiy qahramonlarida mudom yashab kelaveradi. Ana endi siz bilan biz, aziz o'quvchilar, bu darsimizda aynan aka-uka Grim ertaklaridan Botir tikuvchi ertagini o'qib o'rganamiz. Daftarlaringizga har bitta ma'lumotlarni yozib boring. Nemis shaharlarining birida Gans ismli tikuvchi bo'lgan ekan. Bu ertagimizning boshlanishidir. U ertalabdan kechgacha tunu kun tikish bilan ovora. Har xil kiyimlar, usti boshlar tikar ekan. Tinim bilmay mehnat qilar ekan. Kunlarning bir kuni u deraza oldida
tikish tikib o'tirganida ko'chadan ovoz eshitilibdi. Ya'ni sotuvchi ayol murabbo, murabbo, olxo'ri murabbosi degan ovoz eshitilibdi. Gans judayam olxo'ri murabbosini yaxshi ko'rar ekan. Shosha-pisha darrov olxo'ri murabbodan sotib olibdi va o'ylabdiki, hozir ishimni tugatib bo'lgach, albatta nonga surib olxo'ri murabbosini yeyman deb ishini davom qildiribdi. Gansning xonasida judayam ko'p pashshalar bor ekan. Balkim 2000 ta, balkim undan ham ko'proqdir. Qarasa, Gans shunday o'zining murabbosiga, nonga surilgan murabboga pashshalar hujum qila boshlabdi. Gansning bundan jahli chiqib, sizlarni kim chaqirdi? Bu mening nonim, bu mening murabbom. Tegmanglar desa ham, pashshalar unga e'tibor qilarmidi? Uni tushunarmidi? Yo'q, albatta. Baribir o'z hujumlarini davom qildiraveribdi. Gansning jahli chiqib, qo'lidan lattani olib bir urgan ekan, 7 tasi nobud bo'libdi. Gans buni ko'rib juda xursand bo'lib, o'zidan o'zi g'ururlanibdi. Nahotki men 7 tasini birdaniga yo'q qilgan bo'lsam, men shunday botirmanmi? Men shunday jasurmanmi? debdi-da, o'ziga maqsad qilibdi. Bu maqsadi bitta kamar yasab beliga, unga harflar bilan shunday deb yozib qo'yibdi. Ya'ni chiqqanda jahlim yomon, yetsin etgum gumdon. U o'zidan o'zi mag'rurlanib sayohatga chiqishni orzu qilibdi. Olxo'ri murabbosini nonini yeb ko'chaga chiqibdi. Ko'chaga chiqishdan oldin bir bo'lak nima ekan aziz bolajonlar? O'quvchilar pishloqni cho'ntagiga solib qo'yibdi. Eshikdan chiqishi bilan daraxt shoxlariga o'ralashib qiynalayotgan qushchani ko'rib qolibdi va unga yordam berib, qushchani shoxlar orasidan qutqarib olibdi-da, uni ham pishloq solingan cho'ntagiga solib qo'yibdi va yo'lida davom qilgan. Yo'l yuribdi, yo'l yursa ham mo'l yuribdi. Oxiri bir tog'ning yoniga borib qolibdi. Tog'ning tepasida bitta katta, gavdali, bahaybat odamni ko'rib qolibdi va uning yoniga borib, salom berib, "Keling, siz bilan dunyo aylanaylik" debdi. U odamning esa jahli chiqibdi. "Sen qanday men bilan og'ayni bo'lasan? Men bilan qanday dunyo aylanasan? O'zing bir kichkina, nozikkina odam bo'lsang, bor ishingni qil, yo'lingdan qolma" debdi. Shunda u belidagi kamarini baland bo'yli odamga ko'rsatibdi. Ya'ni chiqqanda jahlim yomon, yetsin etgum gumdon. Uni ko'rgan katta odam hayron qoldi. Nahotki shu kichkina xoliga 7 tasini birdaniga gumdon qilsa, bunga ishonch hosil qilish kerak, debdi-da, uni sinamoqchi bo'libdi. Va shunda qo'liga bitta toshni olib, "Qara" debdi. Katta odam toshni shunday siqqan ekan, tosh parchalanib ketibdi. Keyin Gansga aytibdi, "Qani, sen ham shunday qila olasanmi?" desa, Gans mag'rurlanib, g'ururlanib, o'ziga ishonchi yana ham ortib, "Bu nima bo'pti? Bundan ham kuchlirog'ini qila olaman" debdi-da, cho'ntagidagi o'sha pishloqni olib bir siqqan ekan, barmoqlarning orasidan pishloqning suvi chiqib ketibdi. Uni ko'rgan bahaybat odam hayron qolibdi. Haqiqatdan ham kuchli ekan. Yana ishonch hosil qilgisi kelibdi-da, qo'liga toshni olib yuqoriga qarata otibdi. Shunday otgan ekan, tosh bir pasdan keyin yerga tushibdi. Keyin Gansga aytibdi, "Qani, sen ham shunday qila olasanmi? Sening toshing ham menikiday yuqoriga
otilarmikin desa, Gans yana o'ziga ishonch bildirib, bu nima bo'pti? Men otgan tosh yerga qaytib tushmaydi. Sen otgan tosh yerga qaytib tushdi ma'lum muddatdan keyin. Ammo menikini qarab turgin deb cho'ntagidagi o'sha qushni olibdi-da osmonga otibdi. Qarabsizki, qush yerga tushmagan, osmonga uchib ketgan. Buni ko'rgan bahaybat odam yana hayron qolibdi. Nima qilishini bilmasdan yana Gansni sinamoqchi bo'pti. Aziz o'quvchilar, ertagimni shu joyda to'xtatishga majburman. Chunki keyingi darslarimizda ertagimizni davom ettiramiz. Aziz o'quvchilar, siz bilan biz bugun aka-uka Grimlar, ularning hayoti va ijodi haqida ma'lumotlarga ega bo'ldik. Ana endi mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni daftaringizga yozib oling. Aka-uka Grimlarning yana qanday ertaklarni o'qigansiz? Daftaringizga yozib qo'ying. Botir tikuvchi ertagining davomini o'qing. Aziz o'quvchilar, bu ertak sizning darsligingizning 82 va 85 betlarida berilgan. Aziz o'quvchilar, shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling. Keling, biroz kelajak haqida gaplashamiz va istiqboldagi mehnat resurslarini ko'rib chiqish uchun 2022-yilga nazar solamiz. Ahamiyatli jihati shundaki, bugun biz axborot inqilobi davrida yashamoqdamiz. Demak, dasturlash tillari aksariyat ertangi kun funksiyalari poydevoriga aylandi. Ushbu tashabbus Birlashgan Arab Amirliklari va O'zbekiston hukumatlari o'rtasidagi bemisl hamkorlikning natijasidir. Mazkur tashabbus xalqaro hamkorlar tomonidan bepul onlayn treninglar va sertifikatlar, shuningdek eng iqtidorli talabalar uchun eng ilg'or kurslarda o'qish uchun stipendiyalarni o'z ichiga qamrab oladi. Sizdan saytimizga kirgan holda o'sha yerning o'zida ro'yxatdan o'tish, 4 ta asosiy kursdan birini tanlash va 2-3 haftalik boshlang'ich kursni, keyinchalik esa sertifikat olish uchun 3 oylik chuqurlashtirilgan kursni o'tash talab qilinadi xolos. Kelajakni yaratish shu yerdan boshlanadi. Orzularingizga bugundan boshlab erishing. Biz O'zbekiston kelajagini kodma-kod bunyod etamiz. Dasturlashni o'rganing va dasturchilarning kelgusi avlodiga qo'shiling.